Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum. Ekran oldidagi qadrli televizor ko'rgich do'stlar. Ko'ryapsizlar, Urumchi televiziya stansiyasi bilan Vasliot madaniyat tarqitish shirkati birlikda Nuriy Biofan texnika cheklik shirkati alohida qo'llagan Yangi nava programmasi. Oldi bilan bizning baholg'uvchilarimizni bir tanishtirib o'tay. Ataqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulazrim Erkal apandim. Qarşalımız. Urumchi shaharlik san'at umikining kompozitori Zahir Burhan apandim. Qarşalımız. Qarşalımız. Baholg'uvchilarimizning orasidagi ko'pchilik intayin yaxshi ko'radigan bir tal qizil gulimiz bo'lsa, fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamragul Abduqodir muallim. Qarşalımız. Qarşalımız. Sevimli kasbdoshlarimizni, taratqular vakillarini bir tanishtirib o'tamdik. Programmamizga qatnashib, haftalik, oylik va yillik chempion, yillik yulduz bo'lgan mahirlarimizga albatta ko'ngil so'g'imizni taqdim qilamiz. Undaqda bizning mukofot buyumlarimizni intayin katta. Qani inim. Aylık çempion Arzu Soğut Çeklik şirketi yeni texnika bilen işlep çıkargan avtomatik krallığı bilen mukafotlaymiz. Çıkargan görünüş, görkem, to'xtaydigan Arzu markalı to'ng'alqi bilen mukafotlaymiz. Haftalik yulduz tanlash musobaqamizda ikkinchi bo'lgan mahirimizni Hakim Biofan texnik cheklik shirkati ta'minlagan Lo'qman Hakim oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Aylık yulduz tanlash musobaqamizda ikkinchi bo'lgan mahirimizni Lo'qman Hakim Biofan texnik cheklik shirkati ta'minlagan Lo'qman Hakim oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Programmamizning birinchi o'tkiliga o'tib ketgan bo'lsak, nava programmamizning tunji o'tkili bizning naqshimiz. Sen kansan hava, ateş misin çok musun kava? Bu dünyada var mısın hayat? Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Sen kansan, avat mısın? Ateş misin, çok musun kava? Bu dünyada var mısın hayat? Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Sen misin, kansan, avat mısın? Ateş misin, çok musun kava? Bu dünyada var mısın hayat? Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Sen misin, kan mısın, avat mısın? Ateş misin, çok musun kava? Bu dünyada var mısın hayat? Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Sen misin, kan mısın, avat mısın? Ateş misin, çok musun kava? Bu dünyada var mısın hayat? Yaşlığımda tallı vağa yarım sen, yüreğimde tallı vağa yarım sen. Yüreğimde tallı vağa yarım sen. Qarşalımız xush kelibsiz. Rahmat. Başlanışıgıla kayfiyatni shunday yuqori ko'tarib o'tdingizmi? Undaqda shu kayfiyat bilan ko'pchilik bir salom berib olamsiz. Assalomu alaykum barliq san'atkorlar va televizor oldidagi barliq ko'ruvchilar. Birinchi numurliq mayir Nurmuhammad sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom.
Puxta tayyorlikdan kelganda qilsiz afkam. Biroz tayyorlik qildik. Nava saknisi güzel arzu armanlar bilan keldingiz Aqchan, shundaqmi inim? Shundoq. Qanday cho'ng arzudun bir shikkini dangamaydi, anglayli, ha? Arzuyum manda heplik cho'lpan bo'lib, anakin oylik bo'lib, yillik bo'lib, anakin televiziya sansinki. Mashin. Hang axirda mashin. Mashinani elib uzanmaydi mayda damaydi aydamdi uni. Uzan dashi turgandan prov yo'q degina? Shu yosh kichik emasmi? Bilmaydi. Hozircha bilmaydi ekan. Bir kon shaliva ishtirib o'ynayapsiz ya, yo'q. O'zingizning kasbingiz Musiqa ijodiyati. Wow, müzik ijodiyati kasbida. Müzik Tuvan terdi bizniki kadriydi. Kompozitor ustozlarimiz bor. Balkim keyin mana shunday sahnlarda o'tiradigan bir kompozitor bo'lib qolishingiz mumkin. Shunday qilchiq tilakdoshimiz ukam. Rahmat sizga mana shunday yaxshi ro'yi kayfiyat, yaxshi psixik safoda musobaqangizni tamomlashingizni tilakdoshimiz. Qutlug' tilaymiz. Rahmat. Aravag'ashtiring. Xo'sh, undaqda ko'pchilik alqi sadolarimiz bilan bizning birinchi o'tganlikka 2 nomerlik mayirimizning sahnamizga taklif qilamiz. Qani u bizga qanday nomer aytganligin? Marhamat. Vay yollayram canay menzil görünmez yar Vay minmegince canay Deştik üzülmez yar Yar şigide tursa yar, ay
Yarayı var mı kendine yana İttimni koşup koydum yaray Dağlanışımı döndü Dağlanışımı döndü Başka kelgen bu döndü Yar yaray Kokmay da temizlendi Yaray kokmay da temizlendi Vay yar yaray Ey yaray Kokmay da temizlendi Yaray kokmay da temizlendi Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Hurmatli baholig'ich ustozlar, 2-numurliq Mayib Qahorjon Sheribdan o'tliq salom. Xo'sh, qayerdan keldingiz? Yurtingiz qayerda, nima ish qilyapsiz? Navasaknimizga qanday bo'lib kelib qoldingiz? Mushaqda bir uchur berib o'tamsiz. Tafsillara qilib. Men Pishan noyisining chiqdim bozordan keldim. Endi kasbim bo'lsa, ishchi, ham qo'shimcha dehqonchilik ham qilib qo'yman. Ishchi, qo'shimcha dehqonchilik qilsiz. Demak, bekor turmaysiz. Emgakchan bir shundaqmi? Shundoq. Kunduzi ishlab, kechda qarong'ida dehqonchilik qilamiz. Ba'zi vaqtlarda kechlardan qilib qo'ymaymiz. Voy. Ya sug'urimiz emasmi kechliga? Ketmen chopilganga ma beden uyib ketdi sizniki. Bir urib patirib etib qo'miramay ani. Endi nurg'un qarindoshlarimiz shu gapni qildi. Oy sen maska maysa, etizli ishlasang bo'lmaydi. Sen shu shaharga loyiq odam. To'g'ri debdi. O ma bo'y bilan qo'noqlik kirkasingiz yo'q-da sizni. Lekin chanmaymiz. Kombayn sog'indi bir xil chiqibdi mana deb. Bizda paqiraydigan qo'noqlar bek oz juma. Paqiraydiganda qo'ying. Dehqonchilik qilayli mayli, ishchi bo'layli mayli, qaysi sohada, qaysi kasbda bo'layli. Halal ter oqqiza olsak, emgak qila olsak, meningcha biz yanala o'zimizni Baxtli hisoblasak bo'ldi, mukammal inson hisoblasak bo'ldi. Shundaqmi qarindishim? Rahmat sizga. Tilaymiz aramag'ashtiring. Rahmat. Saknimizga 3-numurliq mayirimiz chiqdi. Marhamat. Özlegenlerde Sefirge ak yol tiler Kol bergin pak mihrin bilen Yükseklerge ketsun nürler Könüldün su son kömür Kıyrımı soyur ekti esret Yazın altın aptipden Emmimizge Yaxsun amen Yol ergin yol izleyenlerge Sabirge ah yol tiler Ol ergin pak mihrin bilen Yükseklerge kesunurlar Söygü bolsa dılda her dem Tüksimizge sığar alem Canlar günül asminida Yıldız bulup Cimi adem Kömüldün son kömür
Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, baholig'ich ustozlar, ekran oldidagi ko'rurman do'stlar. Biz Udun diyarining Keriya noyisidan kelgan 3 Keriya o'g'londan har qaysinlarga o'tliq salom. Rahmat. Qani ism familiyanglarni? Ben Xandan Grupusidagi Olimjon Abduqodir bo'laman. ismim Abduqodir Masaydi. Mening ismim Yusufjon Masaydi. Rahmat. Üçünglar bir grup bo'lib tashkillanganmi yoki ayrim naqsh aytib mushu navo sakkizi kelish uchun bir grup bo'lib qoldinglarmi? Biz bununla kichikimizdan boshlab birga o'ynab cho'ng'ib, unga qiziqishimizga o'xshash bir o'g'anlik uchun o'sha navoga bir qatnashib boqilay deb. Navo uchun bir grup bo'lib qurildinglar bir shularmi? grup Ism qo'ydinglarmi, qo'ymadinglarmi grupanglarga? Xandan deb qo'ydik. Xandan. Nayt yaxshi. Ism qo'yibsizlar. Xandan guruhisidagi 3 yigit. Qarshalimiz bosgan qadamlaringlardan gullar unsin ukilarim. Qutuq tilaymiz sizlarga. Rahmat. Aramag'ashtiringlar. Aramag'ashtiringlar. Keyingi mayirimizni alqis sadolarimiz bilan saknimizga taklif qilsak, texnik yiqimliq naqshlarni anglaymiz. Süzük süzük sular geldi tuğan silinler Kızıl alma edip geldi süzüp bilinler Kızıl alma edip geldi süzüp bilinler Kuma güz bilen yürüsem görelmediyinler yey Yiraklara gidip gitey heyran kılınlar Kuma güz bilen yürüsem görelmediyinler yey Yiraklara gidip gitey heyran kılınlar Yirak çöllerge gülleri tesen
Özünüzü bir tanıştırıp etin. Assalomu alaykum Nahmedin aldiki ve televizyon aldiki barlıq görürmenler sizlerge. Güzel Lidiyar'nın Ciliz Nayisi'nden gelgen. Rüştü Muhammed'in barlığına olup salam. Kattık ama ismi, Ruşittin. Ruşidin shundaqmi? Sizlar milliga din oilasimi? Uyinglarda boshqa dinlar bormi, yo'qmi? Dintillaba. Masalan, Balamның maşı Erşidin. ana dedim-ku. Erişidin. Onundan çoğarağının senşidin taylık. Oğlum telefonun markçılığı versen senin oyunun Samsung olup gelsin hemse. Samsung. Senşidin. Onundan çoğarak birisi var, sişidin de be. Ruşidin. Vuşidin. 9. basın ismi Coşidin var ya. Çak koydu arkadaş. Cemiyeti açtık, din isim koyup, bir buvan tüyek etti, yebey Vuşidin de. Ya Rozaxun, Çaq-çaq. o'ljilikdan birini topdi, chaqchaq qilsam ko'tirdi deb xotirjam chaqchaqni toza qilyapti-da hozir. Başka ne müzik var bizga çaq-çaq götürüşten başka? Hech kimlar bilan chaqchaq qilishinglar men bir jim tutdim. Atının tepkin çidaydı deydi hem de çidayımız de. Onun üstüge nakşişe atke bu. 4. numaralı hadikti manıdı o. Ha, navasaknimizga sizmi boshqa mayrimizga o'xshashlar hayajon bilan qadam bosdingiz, uning ishonchimiz komil. Qanday ko'ngil so'zlaringiz bor? Yaxşı numaralarımla ekeldim. Hem de barlığanlarını yaktırıp anlaşılanı. Ümit kılımen. Qutlaymiz, aramag'ashtiring. Rahmet. Can canıma. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibchilik salom beringlar. Assalomu alaykum. Yangi nava programmasiga qatnashgan barliq aziz do'stlar, televizor ekranda o'tirgan barliq qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ol shahardan kelgan 5 nomerlik Mayir Osmonjon Turg'andan sizlarga o'ttiq salom va oliy ehtirom. Bu shahardan keldingiz. Ro'zaxonga tutildingiz. G'uljini Urumchiga kelib, g'uljilik Ro'zaxonga tutildingiz mana. Ro'zaxon hamda og'zini bir ochdi, chaqchaq boshlandi. Bay ko'ribdi, jurkimsib ketgan meningmi. Ya ben gözün var şırlı görünmem mi nima? O'zingizmi shirdak do'stingiz bu yerda? Kaç fikam kesip nima? Kasbim men G'ult shahar 31-boshlang'ich maktab muzika o'qituvchi bo'ldim. Muallim. Xil oldu mu? Bir yil bo'lib qoldi. 2013-yil 7-oyda maktab bitirib, 9-oyda imtihon berish orqali shu o'tgan. Hozirgi ishlayapman. Yengidin mi? Yangi Maysa texi. Malum emas, malum arak. Muallim biroq unda sizkam hozir navasaknisiga chiqqan vaqtda sizning ko'z oldingizga balkim shu o'quvchilaringiz kelayotgan bo'lishi mumkin. Ekran oldida o'tirib, "Bizni muallim deb ko'rayotgan bo'lsa kerak" deb shundaymi? Shu men maktabdagi vaqtimda shu muallim qachon borsiz, siz bir chiqsangiz umumda navasaknisiga bizim o'tirib ko'rgan bo'lsak, muallim chiqibdi deb shunda bir qo'shib kelsak deb, shunda orzularimiz bor deb bizning kelib deb ketgandi. Bo'pti, men o'zimning iqtidorimni sinab boqay deb müstaknik geldim. Xo'sh, sizga utuq tilaymiz undaqda. Rahmat. İşleriniz oңushli bo'lsin. Undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguvchilar 5-numurlik mayirimiz mulaqisini aytib bo'ldi. Albatta, endi qiladigan ishimiz qolgan mahirlarimizni saknimizga taklif qilish, baholg'uvchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Qani mahirlar saknimizga marhamat. Xo'sh, undaqda qadrli baholg'uvchilarimiz mahirlarimiz haqida nimalarni deydikin bir anglab baqaylik. 1-numurluq mahirimiz Nur Muhammed Tayir. Sahnedagi harakatlaringizmi sho'x tetik bo'ldi. Lekin ovoz tutsangiz sal tutuqroq, ovoz doirangiz tarroqqa shundaqdimi? Sizning tanlagan naqshingiz ovozingizga shunchalik moslashibdi. Sizga taklif. Sahnedagi umumiy kayfiyat sal sus. Chunki siz endi 19 yoshga kiribsiz, texnik kichik. Sahnada buningdanmi sho'x tetik bo'lishingiz kerak. Keyingi bosqichlarda mushtaraflarga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. 2-numurluq mahirimiz Qaharjon Sherif. Ovozingizning to'g'ri bor. Yo'riq ovoz ekan. Etqan naqshingizmi xilal qiyinlik darajasi bor. Tas naqsha, naqshnimi asosan voyaga yetkazib etdingiz. Bo'libmi sahna kiyimlaringiz shunchalik yarishimliq bo'pti. Sizga mo taklif, naqshidagi shu muzikalik hissiyotni ifodalash jihatda yana ko'proq izdining omad yor bo'lsin. Rahmettir Şay. 3-numurluq mahirlarimiz Xandon gruppasi. Aldı bilan so'rab baqsam, sizlar nima uchun shu Xandon degan ismni shu gruppanglar qo'yib qoldinglar? Xandanın yeni bir mənisi başqalarga illiqlik yetkizish, har qanday vaqtda başqalarga gülümsirab bir xil illiq his qildirish degan ma'noda bo'lg'achqa. Chunki men qatnashgan Nova programmasidagi tunji mavi guruh shaklidagi chiqqan mahirlar sizlar. Bu bizning sahnimizda bir xil yangicha bo'pti. Bo'libmi uchinglarniki ovozi o'zaro shunchalik yaxshi moslashibdi, o'zaro yeyishibdi. Ikkinglar o'ttira ovoz
Biringlar yuqori ovoz kensizlar. Muborak bo'lsin. Men intayin xush bo'ldim. Bo'libmi yo'l bergin degan bu naqshini o'zaro moslashgan akkord ovozlar bilan yangicha bir xil qiyofat bilan texmo badilikka ko'tarib yaxshi o'rinladinglar. Davomli tirishinglar, omad yor bo'lsin. Rahmat. 4-numurluq mahirimiz Rushdin Muhammad. Ovozingizning jarangliq, to'rba ovoz ekan. Naqshnimi xeyli jonliq, sho'x o'rinladingiz. Bo'libmi usulchi qizimiz o'zining go'zal usul harakatlari orqali sizga texmo go'zal o'ysin qo'shdi. Endi mening his qilgan sizdagi ozroq kamchilik, sahnadagi harakatlaringiz sal o'shiqcha. Chunki sizga bir chiroyli go'zal qizimiz usul o'ynayotgan ekan, naqshingizga sizningki harakatlaringizning sal ko'proq bo'lib ketishi o'shiqcha bo'lib qoldi. Shunga keyingi bosqichlarda mustarabga diqqat qiling. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 5-numurluq mahirimiz Osmanjon Turg'an. Ovoz tusingiz yo'ruq, erlar yuqori ovoz doirasiga tava ekan. Muzika sezmingiz men intayin yaxshi. Sahnadagi umumiy kayfiyatingiz joyida bo'ldi. Sizga bu taklif. Muzika muallim bo'libsiz yangidan, hamda ovoz ilmida texmo mukammal, sistemlik tarbiyalanishga ko'ngil bo'ling. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 1-numurluq mayırning ovoz tusi haqiqatan yaqinlik. Muzikalik o'yin tishlarini yaxshi ifodalab berdi. Naqshininki o'darga kirishini aytdi yaxshi. Ovoz doirasini kengaytirish jihatlarda tirishishini umid qilaman. 2-numurluq mayır xili ta'sir paydo qilgan xalq naqshlaridan harakash naqshisini ijro qildi. Bo'libmi naqshiga usul o'ynagan qizninki usul harakati nihoyatda jonliq, go'zal bo'lib, naqshininki kayfiyatining yuqori bo'lishiga nihoyatda kuch chiqardi. Mening talabim mush muqaddima qismidagi ovozlarni ifodalash jarayonida texmi jonliq o'tkazsangiz, naqshingiz texmi yaxshi bo'lib ketadi. 3-numurluq mayir, ya'ni xandan gruppasi muzikal hissiyatni ifodalash jihatdagi hissiyatinglarmi, so'zlarni elishmi nihoyatda yaxshi bo'ldi. Lekin texmi yaxshi qilish uchun o'sha akkord qismidagi ovozlarni texmi yaxshi uchiq elishinglarga, so'zlarni texmi chiroyli talaffuz qilishinglarni umid qilaman. O'sha naqshinglar texmi yaxshi bo'ldi. Rahmat. 4-numurluq mayirning ovoz tusi jonliq, ochiq, yaqinlik. Ovoz doirasini bir qadar keng. Muzikalik o'yin tishlarini ifoda qilish jihatdan hissiyatni, muzikalik hissiyatni nihoyat yaxshi. Biroq sahna qiyofatiga alay diqqat qilish kerak. Bundan keyingi bosqichlarda bu taraflarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Rahmat. 5-numurluq mayirning muzik sezimchanligi kuchli, ovoz doirasini bir qadar keng. Yuqorida Sherinjon nomli naqshini ijro qilish jarayonida so'zlarni elishi nihoyat yaxshi bo'ldi. Sizningki nafasni kontrol qilib ishlatishingiz nihoyat yaxshi. Hammanglarga utuq tilayman. Rahmat. Rahmat Abduzga. 1-numurluq mahir Nur Muhammad Tayir. Bayatın Samaver namlıq naqşınızını anladıq. Osan emas, müşünçilik bir naqşını orulab sahnaga chiqmoq. Siz keyin cho'qim yaxshi bir san'atkor bo'lib chiqalaysiz. Naqshini aytayotgan jarayonda sahnaning o'ttirsini egallayanmaslik, nada turib, nada mengayotganingizda o'zingiz toza anqiranmaslikning o'zi sizda besilib qolgan nurg'un orzularning borligining ifodasi. Siz davomli mush yo'lda tirishsangiz, sizda umid bor. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat, rahmat. 2-numurluq mahir aytgan naqshingiz bayatın ustozlar aytgandek Turpan Uyg'urlarninki nihoyatda qadimiy naqshlarining birisi. Aytish mahoratingiz favqulodda yuqori bo'lmasa-mu, har holda aynan aytdingiz. Rahmat. Sizningki naqshi aytish jarayoningizdagi hissiyotingiz, chiroy ifodangiz, riyosatchilarning so'ragan savollarga javob berish jarayonidagi qalbingizdagi cho'nqur hissiyotga nazar solsam, sop odamkansiz demoqchi. Rahmat, rahmat. Bundan keyingi san'at hayotingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Texmi tirishing. Rahmat. Xandon gruppasi 3 odamning biriga kelib naqshi aytmoqimi ters ish. Buning uchun 3 odamning ro'y dunyosi bir-biriga o'xshab ketish kerak. Bo'libmi san'atga bo'lgan qarashi asosan birlik kelish kerak. Shuningga 3 odam biriga kelib naqshi ayta oladi. Endi shunlarniki hissiyotinglar mos kelgan bo'lsa-mu, sahnadagi o'zaro bir-biringizlarga bo'lgan moslashchanlikda azroq masalalar mavjud endi. Chunki sizlar tunji qatim tayyorlik qilib nishaga olib keldinglar emasmi? Bundagi mush jihatga diqqat qilsanglar, sizlar yana bir shahnagan bir guruh yulduz bo'lib
keyingi san'at hayotinglarni texmi mo'l mevalarga ega qila olasizlar deb ishonaman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. 4-nomerlik Mahir. Ovozingiz yaxshi ekan. Hissiyatınız bu bek güçlükken, sahnedeki şu nakşıga kirişiniz mi? Nayeti yaxşı. Ama sanat derecesiga kötürün. Hareketlerinizni şu. Bek iliki sorun tüsünü ep kalsa yaxşı emas. Bu bütün dünyadaki Uygurlarning ko'zi qadılıvatkan mühim programının birisi. Şunlaşka sizin hareketlerinizde çokum sanatlik ifade qancha yuqori bo'lsa, naqshinizning go'zalligiga shuncha texmi yaxshi tus qo'shidi. Tirishing, sizga muvaffaqiyat tilayman. 5-nomerlik Mahir Osmancan. Ovozunuz nayt süzükken sizniki hem nayt yumşak, yakınlık avazken. Bu avazda ümit var avaz. Hiç kandak bir gayri avazla arlaşkan emez. Tabii süpsüzük avazken. Bu avazınızda emdi siz terbiyeleniş arkalık tekimi terakki kıldır alaysınız. Muş avazınız emdi sizdelik teyyaba desmi baki emez mi? Muşun terbiyelisiniz tekimi yakşı. Kelgüste muşu cihette tekimi yakşı bir nakşı bulup ketelaysız deb pishirman. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat Zoirka. Aldı bilan naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimiz bir paraz qilib boqqan bo'lsa 5 nafar mayrimizdan zodi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandir. To'g'ri paraz qilgan tomoshabin do'stlarimizga albatta ko'ngil so'g'imizda. To'g'ri paraz qilgan talaylik tomoshabinni Şinjan Sarkari kiyimlar maxsus etish kun ta'minlagan Sarkari markali kiyim va Şinjan O'zturk xalqaro so'tchak shirkati ta'minlagan ipak sharplar bilan mukofotlaymiz. Meningcha 3-nomerlik Mahir birinchi oldi deb o'yladim. Rahmat sizga. 5-nomerlik Mahir birinchi oldi deb o'ylayman. Rahmat. 4-nomerlik Mahir haftalik cho'lpon bo'ldi deb o'ylayman. Meningcha 1-nomerlik Mahir birinchi bo'ldi. Meningcha 2-nomerlik Mahirni birinchi oldi deb qarayman. Programmamizni yaqindan qo'llagan Chin Nuri Biopantexnika savdo cheklik şirkatiga, Xushalliq savdo cheklik şirkatiga, Baxtiyor oltinchiligiga, Yo'lliq kiyim-kechaklariga, Luqman Hakim Biopantexnika cheklik şirkatiga, Arzu savdo cheklik şirkatiga va O'g'uzxon savdo cheklik şirkatiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Qo'lliqinglar uchun minnatdormiz, rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli televizor ko'rguvchi do'stlar, qinislarni paraz qilib yiqinglar 5 nafar mayrimizdan zodi kim bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladigandir? Sizlar haftalik yulduz bo'ludi deb qargan Mahirning rat nomerining oldiga 106-33 ni qo'shib 106-266-19 ga uchur yo'llasanglar, balkim bu haftadagi tanlaylik abon sizlar bo'lib qolishinglar mumkin. Xo'sh, undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, o'zingizlar yaxshi ko'rgan Mahirga bilet tashlashni boshlashinglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan Mahirning rat nomerini to'xtatmasdan to'lsanglar bo'ladi. Undaqda bilet tashlash başlandı. 5 4 3 2 1 Hazır nimdiniz anlap qaldım. Ha şu natija qanday bo'ldi ekan deb paraz qilyapsiz? O'tdim. Chiqib ketmaysiz. Aramib turarman. Arama ag'ashtirgansan. Bo'ldi, mayra sizlarni jiddiylashtirmay, keyinroq o'yin natijalarni ko'rib beqinglar. Keyingi o'tkazilgan muvaffaqiyatli o'tgan mahirlar muborak bo'lsin. To'ying tushib, tayyorlik qilishsanglar bo'ldi. Qani marhamat. Nima deymizamdi? Sizni ancha ansirmadim bu. Pek ko'nglerim bu ketmasmikin, yo umidsiz ketmasmikin deb o'ylayman. Oxirida meni mana shu qo'llab quvvatlagan og'aynam Muzaffarga shundoq uydagilarim Mijroqdan keldi, hatto inlarimning Mijroqdan meni qo'llab kelganligiga rahmat aytaman. Ko'pchilikka rahmat. Sizga rahmat. Barliq yaxshi tilaklarni sizga tilaymiz. Rahmat qayrinchim. Rahmat. 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 Birinchi o'tkilimizning muvaffaqiyatli tamomlab oldik. Undaqda navo programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz.
Bek güzel, bek sebi dilber edim. Ne sever kadringe hiç yetmedi. Ay tutulgandek tutulsa çehrin, Quyoşdek illiqlik ish berolmaydi. Ko'nglimga xushallik berib kelgan ummoq farishtam sen bilmabdiman. Hayotda erishgan baxtim tursin, men seni kul qiz deb yuz o'rib deyman. Munglandım, ah vurdum, yaşlar tüktüm. Aqidanga cho'shliq javob olmay, murdidek shu so'g'ib chiroyimdim. Hasratingga tasalli topmay, baxtimga naqshamga hamroh edim. Zimistonda yandurgan gulxon edim. Parvona bu o'timda kuysan, mavvapansiz holing g'oyat medi. Kechir meni farishta. Parvoz bosqichimiz nihoyatda muvaffaqiyatli oxirlashdi. Endi moyalarimizni sekin taklif qilsak, Xo'sh, qani baholovchilarimiz qulqimiz sizlarda. Birinci numurluk Mahir usul oynaş maharetini namayan kıldı. Bu jarayondagi usul jihatdagi moslashchanligi, usulning harakat takshilligi xeli yaxshi. O'ziningmi orliqda ko'rsatgan maharati xeli yaxshi bo'ldi. Ikkinchi numurlik Mahir, endi siz aytgan ismi nima bu muqamniki? Turpon dalan muqamıma deb qo'ydi ekan. Bu muqamni bir tarafdan dapchilib, chiroyli yaxshi
icra qildingiz. Bo'libmi muqamniki mush so'zlarini elishiniz, melodiyasidagi muzikalik o'yintirishlarni ifoda qilishingiz yaxshi bo'ldi. Rahmat. 3-numurluq mayırlar, yani xandan gruppisi üçünlarınki bir-birinlarga moslashchanligi yaxshi bo'ldi. Biroq diqqat qilgan taraf, endi bu bir üçünlar bir grup bo'lgandan keyin üçünlar şu gitarning garmoniyalik alayligidan paylanib, akord qismlarini texmi ro'shan ifoda qilgan bo'lsanglar, ajoyib yaxshi bo'ladi. Mush taraf diqqat qilishinglarni umid qilaman. 5-numurluq mayır, yuqoridagi dil kuyi degan muzikani o'rinlash jarayonida, ya'ni tambur chilish martınız, yani barmaq orqali har bir pardani tepishingiz, ondan marg'ullatish jihatlaridagi alayligingiz xeli yaxshi. Xeli yaxshi icra qildingiz. Hammanglarga keyingi bosqichda omadlik bo'lishinglarni tilayman. Rahmat Abuzga. Birinci numaralık mahirimiz Nur Muhammed Tayir. Hemralarınız bilen çok usul ipkepsiz. Görünüp durdu usul hareketleriniz mi şunçilik udargımaz, canlıq boldu. Demek usul oynaştırma hazır belgilik seviyeye iyi bopsiz. Xelili köp ecir sundurupsiz. Ahmet yar bolsun. Rahmat. 2 numaralık mahirimiz Qaharcan Şerif. Naqşı etişten başka dap çelip naqşı etiştek müşta bir maharetinizni kösettiniz. Etkan naqşınız mı ilki köp udarlık özgürüşcan udarları köprek naqşıken Ahmet yar bolsun. Rahmat. 3 numaralık mahirlerimiz Xandan gruppisi gitar çelip naqşı etiştek maharetinlan kösettinlar. Mening endi sizlar ma basqışda es qilganim, ma basqışdaki naqşanlar qo'shilgan akord ovozlar az. Bay Abdizkam deb o'tdi. Bo'libmi yuqori ovoz qismi ko'proq ekan naqshining uchun. Siz ko'proq ahang o'rinladingiz yuqori ovozda. Shu vaqtlarda shuningga mas akordlar bilan akord qo'shilgan bo'lsa, naqshining ilk ta'sirlantirish kuchi badiiylik tarafdan texmi yuqori bo'lamdiki degan o'ydiman. Ahmet yar bo'lsin. 500 numaralık bahirimiz Osmancan Turgan. Bizning Uyg'ur çalgılarımızdan tambur çeliştek alaylıkınızı kösettiniz. Görünüp durdu tambur çelişdimi? Xelila yuqori belgilik seviyeye iyi bopsiz. Demek bay dep öttük bir xalq müzik o'qituvchisi bo'lish uchun cho'qib universal tarbiyalanish tarafga ko'ngil bo'lish kerak. Siz bu jihatlarda ko'rinib turdi, xelil ko'p izlanib etibsiz. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. 1-numurluq mahir, sizniki şu usul maharetiniz mi bo'ladi ekan? Şu naqshi bilan usulni birlashtirib olsangiz, texmi yaxshi bo'ladi. Muzika ijodiyatida o'qiydi ekansiz. Bu yana bir alayidlik ekan sizniki. O'zingiz ijod qilib, usulni o'zingiz o'ynab, naqshni o'zingiz aytsangiz, texmi obdan bo'ladi. Shuningdan foydalanishning o'zimi yana bir talantchi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. 2-numurluq mahir. Muqam o'qiydigan ovozga sizning ovozingiz nayt to'g'ri ba. Shu töven ovoz qismingiz nayt yaxshi ekan. Siz amal va shu töven ovozingizni ko'proq joriy qildiring. Naqshi yuqoriga chiqqan sir naqshil olmaydi, tövanga tushsimi naqshi bo'laverdi bu. Shu töven ovozliq naqshchilar bizda yo'q deyarlik. Nayt ka. Uning ustiga töven ovozliq naqshchilar kamdan kam uchraydigan bir ovoz tutuvchi bu. Bu sizning bir alayidligingiz ekan. Bo'ldi, rahmat. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. 3-numurluq mahirlar Xandan gruppisi. Naqshanlar yaxshi ekan. Endi yaxshi ekan da'vatsakli bo'lmaydi-ku bu. Bu yalg'on bo'lib qoldi. Rost gapnimi deb baqaymi? Ko'p kishilik, 2 dan ortiq odam o'qigan naqshida. Birinchisi akord ovoz cho'qim bo'lish kerak. Akord ovozni bilasizlar-ku, ha? Do bilan mening orlig'i 3 graduslik, ya 6 graduslik, 9 graduslik, 7 graduslik mushtaq akord ovozlar bo'ldi. İkincisi geçme ovoz bo'lish kerak. Ya'ni asosliq naqshini birisi o'qiyotgan chaqda uningga tankash qilib, egishib mangdigan yana bir yo'l bo'lish kerak. Bayaqi naqshanlarda bu yo'q ekan. Bo'simi nayt oz ekan. Uchinchi formoniya deydigan bir narsa bor. Ya'ni asosiy naqshiga egishib mangdigan, shu naqshini to'liqlab mangdigan yana bir yo'l bo'ldi. Keyingi ijodiyatlaringlarda o'pchi o'qigan chaqda mushu 3 xil uslubni singdirib mangsanglar, sizlar bir yaxshi guruh bo'lib qolasizlar. Muvaffaqiyat qozinsizlar. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. 5-numurluq mayır Osmancan. Onda qarasam zahmigingiz nayt to'q ekan sizning. Shu chalib puchuq emas. Yana birisiga padi besishingiz muqim ekan. Kelayotgan muzikangizni salmoq o'rinlayapsiz. Buni tashlab etmang. Texmi taraqqiy qildiring. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat Zoirga.
Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, undaqda eng oxirgi tanlash huquqining yanala naq maydondagi tomoshabin do'stlar ishganligi hammamizga ayon. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning datini buni to'xtamasdan to'lsanlar bo'ladi. Bu balkim uning omad olib kelishi mumkin. Qanundaqda bilet tashlash boshlan. 5 4 3 2 1 Nimish qanday natija sezyapti yurgingiz? Yanchib turamsiz? Qani. Shikayt turamsiz. Ha, xotirjam. Qani natijalarni ko'rib beqinglar ko'pchilik. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatga o'tgan mahirlarimiz muborak bo'lsin. To'ying tushib, tayyorlik qilishsanlar bo'ldi. Qani marhamat. Sizning Uyg'ur xalqining eng qimmatli madaniy meroslarining biri bo'lgan Turpanning Dalan muqamini bizga sovg'a qilganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Sizning naqshingizni men ham ko'pchilik intayin yaxshi ko'rdi. Bu natija sizning naqshini yaxshi etmaganligingizdan derak bermaydi. Bu faqat ko'pchilikning mayilligining boshqa mayillarga sal ko'p bo'lib ketganligidan derak berdi. Ammo oxirgi hisobda yanala hammaylar sizga qoyil bo'ldi. Ishimizning ko'pchilikning olqis sadolarini olib beqing. Rahmat. Rahmat sizga, sizning ro'yingizdan ta'sirlandik, naqshlaringizdan bahramlandik. Ko'pchilikka nim gap so'zlaringiz bor. Meros kam desam, shu 5 mahirning ichida tunji bo'lib o'zim inshallah ketganda shunday his qilgan. Ikkinchi bosqichga o'ta olmayman, o'ta olmayman deb shu qarindoshlarim, shu al nag'machilarni bo'lsa birinchi guruhida bir xalqimga namoyon qilib oldim. Unda bo'lgandan keyin shu nag'machilarni bo'lsa Shinjang sahnasiga olib chiqib oldim bir hisobda. Bosh munosabat bilan ularga rahmat aytaman. Sizga rahmat aytamiz. Mush fursatdan foydalanib bayis degandek har qaysi joylarda Uyg'ur xalqining san'ati uchun jon ko'ydirayotgan xalq san'atkorlariga, al nag'machilarga hurmatimizni bildiramiz. Ularga rahmat aytamiz. Salomatlik tilaymiz. Omon bo'lgaysizlar. Sizga rahmat. Naqsh aytishni hargiz to'xtatib qo'ymang. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, Navo programmamizning ikkinchi o'tkili muvaffaqiyatli tamomlandi. Hammamiz bilamiz, hammamiz yaxshi ko'ramiz. Navo programmamizning 3-o'tkili qarindoshlar. Kam, unda olsa hamkorlashuvchingizni tanishtirib o'tamsiz. Bu mening saboqdishim ham mening eng yaqin do'stim. Ismi Gulchehra. Ikkimiz bir maktabda bir qaro Saboqdishingiz bilan hamkorlashib bu sahnaga qadam tashrif qilishdi. Sizningmi o'zingizga kuchli hayajonlaringiz bormi deyman-a? Ha. Mening saboqdishimni bundan keyin mush kasbini yaxshi qilib, cho'ng'ag'ani yaramliq bir odam bo'lishini umid qilaman. Navo sahnamizga kelganlarni qarshi olamiz. Bundan keyin yana saboqdoshlaringlar bilan, do'stlaringlar bilan Navo sahnamizga kelib, sahnamizni avod qilib turishinglarni umid qilamiz, singlim. Pulduq omad tilaymiz sizlarga aramag'ashtiringlar. Vaqti yana bir mahirimizni taklif qilsak, qarindoshlar bilan qanday numar olib keldik-kin? Qani, marhamat. Marhamat. Bular tanishtiramda o'zini ya. Qarindoshlar. Tanishtirib bo'ldi-ku. Qarindoshku. Qarindoshdimi o'tib ketibsizlar? Qarindosh ochdi edimda. Sizlarning o'zaro bir-biringlarni tunishtirish ketmaydi. Endi uchinlarniki Navo sahnamizga kelishi bizga bir qancha yaxshi bir mazmunni yetkazdi-chu. Birisi bayam o'zinglar degandek, Keriyadagi yer tavrigan shu joydagi ommaninki minnatdorlik tuyg'usini ilib keldik dedinglar. Yana birisiga mening mana hozir his qilganim, sizlar yana qarindoshlik mehr muhabbatini, bundaqcha aytganda do'stlik mehr muhabbatining belgilik darajaga yetgan vaqtda uning qarindoshlik mehr muhabbatiga o'zgara oladiganligini namoyon qilib berdinglar deb o'yladim. Do'stliqlarga ko'z tegmasin inlarim. Rahmat. Bo'ldi. Unda bo'lsa, xo'sh qarindoshlar o'tkilimizdagi eng oxirgi mahirimiz qarindoshlar bilan qanday numar olib keldik-kin ko'pchilik. Alqış bersak bir ko'rib baqaylik. Marhamat. Qarshimiz inlarim singllarim bir tanishtirib o'tamsiz hamkorlashuvchilaringizni. Bular institutda aktyorlik kasbida o'qiydigan mening yurtdosh do'stlarim. Mikrofonni birini ilib ism familiyalarni bilib o'tamsizlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Yaxshimisizlar? Men Alqam Sayfidan. Rahmat Alqam. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men do'stinglar Alfira Ferdon. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Do'stinglar Abdurim Akbardan o'tliq salom. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabinlar ham ekran oldidagi qarindoshlar. Kichik do'stinglar Dilyor Abdurim bo'lma.
Katta rolchi bo'lsa jima fikam sen cho'ng bo'lsan. Bu yanchuqchini roli uyib ketensen. Bugün qeyrnishinglar uchun, do'stinglar uchun ajr qilganlarga yana bir qitim rahmat aytamiz. Do'stinglar ko'zdaymisin. Rahmat sizlarga. Bizning mahirlarimiz qeyrindoshlar bilan nayt yaxshi nomerlarni ko'pchilikka sovg'a qildik. Qolgan mahirlarimizni sahnimizga taklif qilsak, baholovchilarimiz ular haqida nimalar deydikin marhamat. Birinchi nomerlik mahir, lapiringiz obdan chiqdi. Sizga moslashib bergan saboqdishingizmi obdan o'ynab berdi. Siz bilan ham saboqdishingiz o'tirdiki, hissiyatmi nayt yaxshi bo'ldi. Bu bir nayt yaxshi nomer bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarniki boya o'ynagan lapiringlarni ko'rib, menda yana umid tug'ildi. San'atimizdagi bu lapar turi bundan keyinmi texmi rivojlangudek, texmi taraqqiy qilgudek, yangi bir palliga ko'tarilgudek. Sizga rahmat. 300 nomerlik mahirimiz Xandan gruppasi hazır yaşlarımız arasında intayin ekip yürüyen moda boğatkan naqşlardan man köyüp yürüyen güzeller namlıq naqşını etkepsiler. Bu basqıştaki avazınlarının özara maslışı, akurt avazla bayıqı işki basqış qarğanda körünərlik yaxşı boptu. Sizlergim otuq tileymen. 5. nomerlik mahir Tunji Qar namlıq naqşını yaxşı icra qıldınız. Artistlarning ifodasi ayt yaxshi bo'ldi. Melodiyadagi muzikalik o'yintirishlarni ifoda qilishingizni aytdi yaxshi. Afsus, tekst bo'lmay qoldi. Tekstninki she'riyat jihatdagi badiiyligi yaxshi emas. Menda o'zgartirilgan tekst borda nima qilish shu bo'yicha aytmaysiz. Naqsha, mazmun butun bir gavda. Masalan, naqshini bir sumruq desak, muzikasi uninki parvoz qildiruvchi qanoti deb hisoblanadi. Aslida sizning aytganingiz ikkinchi coupleti. Seginip pinhanda yığılığınım raz, tapalmay çekringni ko'rishga inkar. Keyin o'zgartirilgani seginip pinhanda yığılığınım raz, çekringni ko'rishga bo'lib intizor. Dardimga tasalli berolmas hech kim, qalbimda birlisan hamon. Oldidagisi inkor, meningda hamon. Qofiya jihatdan mos kelmagan, mazmun jihatdimi, mantiqiy jihatdimi asildikisi mos kelmagan. Buni o'zgartirilgani bo'yicha aytgan bo'lsangiz, naqshingiz karomat bo'ladi. Ammo shu taraflar buningdan diqqat qiling. Hammalarga omad bo'linglar. Rahmatimizga. Mahirlarimiz qeyrindoshlar o'tkilda o'zlarining qeyrindoshlari bilan nomerlarini o'rindab bo'ldi. Keyingi o'tkalga zada qaysi ikki mahirimiz muvaffaqiyatli o'talaydigandu. Qisqa e'londan keyin javobini birlikda ko'ramiz kanalni yo'tkamay turing. Xo'sh qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, albatta oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi tomoshabin do'stlarda. Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning raqamini to'xtatmasdan to'lsanglar bo'ldi. Bu balki uning omad olib kelishi mumkin. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 4 3 2 1 Qani mahirlarimiz kenonlar o'rib natijalarni ko'rib yiqinglar. Keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tgan mahirlar muborak bo'lsin. Tövang tushib, haftada bir yulduz o'tkilimizga tayyorlik qilishtiringlar. Osmanjon. Endi nima deyishimiz? Ben muş nava sahnesiga kelib, o'zimning babuga ortiqchiliklarni mushkan tomoshabinlarga, ekran oldidagi qeyrindoshlarga namoyon qilib olganligimdan mushning xushman. To'g'ri. Boshqa ko'ndigan ishim yo'q. Meningcha, ekran oldida sizning o'quvchilaringiz chavoq chap turib bizning muallim eng yaxshi davotgan bo'lishi mumkin. Ishlamsiz shuningga. Shunaq bo'lishiga bizning tilakdoshimiz, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Osmanjon muallim, sizga baxt, xushallik tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Undaqda hammalar birlikda eng oxirgi o'tkalga o'tib ketamiz. Nava programmamizning eng oxirgi o'tkali haftada bir yulduz. Can dadam erdek dadam kadek dadam Koyniken cennet kebi bağdek dadam Sen kitip alem büleke yanma Koyniken cennet kebi bağdek dadam
desen yolunda gülxandek dada Ballarım izleydu her yan ahuru Ne desen yolunda gülxandek dada Geldim yüz tepim Ürküde inelerdi sen kandaki dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdaki dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdaki dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdaki dadam Hasretim alemge sığmaz oylasam Koyniken cennetke bir bağdaki dadam Yar tepe, suyu
Haftada bir yıldız basqıchimiz muvaffaqiyatli tamamlandı. Programmamızın baş qismida mushishki grup mahirimizni haftalik yulduz bo'la oladi deb faraz qilgan 2 nafar tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan? Mushu 2 nafar tomoshabin do'stimizning biraylan bugungi tanlaylik tomoshabin bo'lib baholandi. Tanlaylik tomoshabin do'stimizning mukofoti Öztürk Xalqaro Soat Çekiş şirketiniki ta'minlagan sharpisi bilan Sarkarda kiyim-kechak shirkatining ta'minlagan birdan ko'yini guvoh sizlarga. Undaqdan bizning mushu 2 grup mahirimizdan biraylan bizningki bir grup mahirimiz bizning bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi. Haftalik yulduzimizni tejaydigan arzu markalik to'nglatqu bilan mukofotlaymiz. Oylik yulduzimizni bu Soat Çekiş şirkati yangi texnika bilan ishlab chiqargan avtomatik kiralg'u bilan mukofotlaymiz. Haftalik yulduz tanlash musobaqamizda 2-chi Loqman Hakim Biopan Texnika Çekiş şirkati ta'minlagan Loqman Hakim oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Mushu munosabat bilan riyosatchilarni padaslig'an riyosatchilarning chosh va girimi uchun ajr so'ndirgan Adil So'zsari 2-qavat Mahi Yulduz to'y girim to'y kiyimchiligiga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Ham mening kiyimim ta'minlagan yo'lliq kiyim kechaliga rahmat aytamiz. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, bizning taratqular vakillarimizning kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydiganligini ko'rib boqamiz. Birinchi nomerlik mahirimiz uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari taxtimizni ko'tarsak 1 2 3 4 5 50 nomer muborak bo'lsin. Bizning bugungi 3-nomerlik mahirlarimiz uchun bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari 1 2 3 30 nomer muborak bo'lsin. Undaqda bilet tashlash boshlandi. Bizning bu haftalik yulduzimiz maydon keldi. Nur Muhammad muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin aka, programmamizni qo'llig'ingiz uchun ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, rahmat. Undaqda bizning bog'lovchilarimizni Nur Muhammadga navalonqisini yetkazib berishga taklif qilamiz. Bizga yaxshi naqshlarni so'qqan barliq maylirimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga yigitlar. Rahmat.